Endi jang haqiga qaytadigan bo'lsak, jang endi ko'pchilik ko'rdi, albatta oson bo'lmadi. Raqib yaxshi raqib tanlangandi, chunki oxirgi shu eliminator jangi, chempionlik jangidan oldin menga shunday jang bergandi. Endi nima deydi, haligi ringda har xil narsa bo'lishi mumkin. Vachilar ko'rdinglar, birinchi raund o'zidayoq hali raqibni noqulayligi sababli kalla qismidan udar oldim, kutilmaganda. Va shundan keyin qandaydir nima deydi, juda ham noqulay shu kalla zarbalari nima deydi, juda ham ko'p, noqulay bo'ldi. Yo'q, shuning uchun o'zimni tiklab yana nima qilishga shu 4-5 raund ketdi, oxirida Xudoga chiroyli g'alaba bo'ldi. Bu jang kutilganday bo'ldimi? Albatta biz kutilganday bo'ldi. Endi bu asosiysi shu g'alaba uchun chiqqandik. Biz uchun eng katta oldimizdagi yo'l, maqsad albatta chempion bo'lish, xudo xolasa jahon chempionligini qo'lga kiritish edi va o'sha yo'lda bu bizga vazifasini bajarib berdi. Bektemir aka, avvalo ko'pchilik kutyapti o'sha Armando Rezinsga qarshi jangingizni. O'sha bo'yicha qandaydir ma'lumotlar berildimi? Albatta, hozir meni jangga birinchi da'vogar bo'lib tasdiqlandim. Hozir mana o'sha keyingi oy o'sha Rezentes Charlo degan bokschi bilan tushadi. Shu bir oydan keyin bo'lib o'tadi u jang. Mana o'sha ikkala jangda shu ikkala raqibdan qaysi biri yutgani bilan men majburiy keyingi jangim xudo xohlasa chempionlik bo'ladigan bo'lib tasdiqlandi. Shu yil hisobida